Bilmasdan 10 daqiqa avval ro'zamni ochib qo'ysam, buning hukmi qanday bo'ladi? Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi. Bu yerda ikkita tafsilot bor. Bir odam bilmasdan Ramazon kunida biror narsa yeb qo'yishi masalasi. Ya'ni ro'zani og'iz ochishiga 10 minut qolganda esida yo'q ro'zadorligi, oldidan bir taomni, ichadigan suvni chiqib qoldi-yu, ro'zadorligi esida yo'q, haligi suvni yoki taomni yeb qo'ydi, ichib qo'ydi. Esiga tushgan zahoti to'xtaydi, og'zidagini tashlaydi, ro'zasi davom etaveradi, uning ro'zasi ro'za. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom kim sizlardan unutib turib biror narsa yesa Ramazon kunida yoki ichsa, Alloh azza va jalla uni mehmon qilibdi, esiga tushgan zahoti to'xtalsin deganlar, to'xtalishi kerak bo'ladi. Ammo kechki payt og'iz ochadigan payt yaqinlashganda xato qilib, ya'ni inson og'iz ochadigan vaqt bo'pti deb o'ylab, xato qilib, unutib emas, xato qilib og'zini ochdi. Astodil o'tirib, mana ro'zamni Alloh qabul qilganda og'zini ochdi. Keyin ma'lum bo'lyapti, 10 minut bor ekan, hali 10 daqiqa bor ekan og'zini ochishga. Endi bunaqa holatda uning ro'zasi ketdi. U bir kuniga bir kun Ramazondan keyin ro'zasini qazosini tutib berish kerak bo'ladi. Shu ikki tafsilotga e'tibor qilish kerak. Demak, bilmasdan hali ro'zadorligini unutgan holatda bir narsani yeb qo'ysa, keyin esiga tushgan zahoti to'xtasa, uning ro'zasi durust. Undan keyin yemaydi to og'zini ochguncha. Ammo bo'ldi, og'iz ochadigan vaqt bo'pti deb o'yladi-yu, xato qilib og'zini ochdi, keyin bilsa hali og'iz ochadigan vaqt bo'lmagan bo'lsa, bunda u bir kuniga bir kun Ramazondan tashqarida qazosini tutib beradi. Allohu a'lam bis-savob.